Ulug'bek uyalib qolmaymizmi? Yo'q. Davom etdik-ku. Bo'ldi, ketdik. Biz hozir endi ish davom ettiramiz. Toshkentda ketayotgan ish jarayonlarini olib chiqib beramiz. Xo'p, birinchi nimadan boshlaymiz? Kafilchilardan boshlaymiz. Okay, o'rtacha necha odam ishlayapti? O'rtacha 350 ta kafilchi. Kafilchini o'zi 350 ta. Okay, ketdik. Siz kafilchimisiz? Ketdik ko'rsatamiz. Ulug'bek aka, mana bilasiz, kakiz gapiraman. Sani uzun olib chiqib beramiz. Hoppa, 60 ga 120 terilyapti-mi? Dushu uzunini izolyatsiya qilingan, beton devorli, betonaga ta'kid qilingan. Ko'p joyda bilasizlar, suv o'tib ketadi. Izolyatsiya qilinmagan bo'ladi-da. Okay? Zabardast baquvvat qilib terayotgan ekansiz to'ldirib-a. Urug'larni tekshiraman, uyaltirib qo'ymayman ish qilib. Kakras urug'ni ishlab tayyor qilib qo'ygan ekansiz. Qani? Yana so'rayapman, uyalib qolmaysizmi? Yo'q. Qani? Oppa! Gap yo'q, okay? Qayerdansiz? Surxondaryo. Okay? Like sizga. Endi bu yerda sal tushib turing, bitkazib o'ramiz. Oppa, tezroq shu, tezroq, qara, bitkazamiz. Ket, hop. Okay, nima qilyapsiz? Alloh baraka bersin. Oyiga necha bilan yantirasiz turib endi? Gap yo'q. Okay, sani zulga 5. Mashalloh, davomiy bo'lsin. Bitta suvog'ingizdan tekshiraman endi, maylimi? Uyalib qolmaysizmi? Metrlarim bilan proverani o'chirib, lazer yoqib qo'yaman.